Men Xidirov Elbek Qilichevich 1999-yilda Samarqand shahrida tavallud topganman. 2022-yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlab, 2023-yilda Buyuk Britaniyaning Angliya Raski universitetini magistr darajamni yoqlaganman. Universitetda o'qib yurgan vaqtlarimda soliq qo'mitasida uzoq yillar faoliyat ko'rsatgan ustozlar soliq tizimi davlatning tayanch ustunlaridan biriligi, soliqlar hisobidan maktablar, shifoxonalar, yo'llar qurilishi va ijtimoiy dasturlar moliyalashtirilishi tushuntirilgan. Ular bergan bilim ko'nikmalar va o'zimda bo'lgan yuqori qiziqishlar asosida Samarqand shahar soliq inspeksiyasiga ishga kirganman. 1 yil mobaynida mahallalarga biriktirilgan soliq inspektorlari sho'basi davlat soliq inspektori lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Faoliyatim davomida soliq qonunlari, me'yoriy hujjatlar, soliq turlari, soliq hisobotlari va deklaratsiyalar, moliyaviy va iqtisodiy tahlillarni o'rganib, soliq to'lovchilarga to'g'ri huquqiy maslahatlar berib kelmoqdaman. Mahallabay tizimida eng asosiy vazifalarimdan biri bu mahalladagi barcha imkoniyatlarni ishga solib, soliq bazasini kengaytirish, tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirish va o'z-o'zini band qilgan fuqarolarga kichik biznes toifasiga o'tishga ko'maklashish. Shu o'rinda aytmoqchimanki, har bir kasbning o'ziga yarasha mas'uliyati va sharafi bor. Lekin soliqchi kasbi nafaqat davlat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, balki jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish bilan ajralib turadi. Soliq tizimining shaffof va samarali ishlashi har bir tadbirkor va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Bu kasb oson emas, lekin mening kasbim menga doimiy rivojlanish va jamiyat farovonligiga hissa qo'shishga imkon beradi. Soliq tizimining yanada soddalashtirilishi, raqamlashish jarayonining rivojlanishi va tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratilishi bu sohaning kelajagi deb hisoblayman. Xulosa qilib aytganda, soliq sohasi davlatni mustahkamlovchi muhim tizimdir. Men o'z kasbimdan faxrlanaman va kelajakda yanada samarali ishlashga harakat qilaman.